Do'stlar, keyingi video tezroq chiqishi uchun albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Hammaga salom do'stlar, mening ismim Flarix va yangi videoga xush kelibsizlar. Iltimos do'stlar, menga quloq solinglar. Hech qachon qishloqqa kelib ko'rmanglar, chunki bu yerda ish juda ham ko'p, odamlarda esa pul yo'q. Mana bu uyni avvalgi videoda ta'mirladim, kim ko'rmagan bo'lsa ko'rsin. Hozir esa o'shanga pul olamiz. Xo'sh, jitel pul keldimi o'zi? Yo'q, kelmadi. Yanami? Ha. Mayli, ungacha mana sandiqdan narsalarni olib agarot qilib turishing mumkin. Agarot? Ha. Ko'proq berasan degan umiddaman. Albatta ko'proq qilib beraman. Aha. Tak, mana buni olamiz va mana bularni. Ha, bo'ldi, endi bor. Xo'p. Xo'sh, yaxshi do'stlar, endi esa agarot qilamiz. Boshqa ishimiz ham yo'q. Tushunirsan, sal qolsa mana bu yerga urilib, yiqilib ketgan bo'lardim, lekin bunday bo'lmadi. Bu yaxshi. Mayli, ketdik. Agarot qilamiz mana bu yerdan. Ha, mana shu joy menimcha to'g'ri kelsa kerak. Bu yana nima bo'ldi? Bu yerda hech narsa yo'q edi-ku. Qiziq kitobni mayli, ichkari ham bo'sh. Mayli, hozir stulni olaylik. Kim menga xat tashlab ketdi ekan? Qiziq. Tak, mana buni hozir o'rnatmasak bo'lmaydi. Chunki dam olib ishlayman. Aks holda charchab qolishim mumkin. Pulimni ham tezroq bersalar bo'lardi. Qani ko'raylikchi, nima xat ekan? Xatcha yo'q. Men hozir tezroq ishimni qilishim kerak. Xatni esa keyin ko'ramiz do'stlar. Shuning uchun ham videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Hozir men birdaniga kelinglar uyni yoniga agarotni qurib olaman. Shunda bu yerdan ketishimiz osonroq bo'ladi menimcha. Bo'lmasa bilmadim yana nima qilishimiz mumkin. Chunki xo'sh qani kelinglarchi. Tak, mana bularni ham sindirsam-kin. Va okey. 1 2 3 4. Tak, sekin adashib ketdim shekilli. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 va 9 ta ekan. Yaxshi. Hozir 9 talik qilib quramiz. Sizlar esa kommentariyada yozinglar. Yana qanaqangi videolarni ko'rishni istagan bo'lardinglar. Men albatta ularni olaman. Agarda qishloqdan ketib qolmasam, xo'sh, mana bularni o'rnatib chiqdik, chiroyli qilib hammasini. Endi esa bularni o'rnatamiz. Yaxshi. Xo'sh, buni bu yerdan olib tashlasak bo'lardi, lekin mayli, tura qolsin, chunki yetib qoladi o'ylashimcha. Endi 7 ta bo'lgan bo'lsa kerak. Mana shu yerdan qo'yishni boshlaymiz va hammasi yaxshi. Ikki tarafdan 3 ta va o'rtada bitta. Mana buni olib tashlaymiz. Endi esa bu yerga qo'yamiz. Okey, buni ham olib olishimiz kerak va mana bu yerlarda ham bizga yer kerak bo'ladi. Chunki do'stlar, agarot qishloqda eng kerakli narsa. Bu yerda menimcha hamma agarotdan pul ishlasa kerak. Hacha yo'q. Boshqa albatta ishchilar ham bor, lekin baribir ham asosiy daromadni shu agarotdan qilishsa kerak. Bilmadim. Qishloqda yashab ko'rmaganman, lekin yashashni istagan bo'lardim. Okey, endi esa bizga yer yetmay qoldi. Kelinglar, yerni olamiz. Juda ham qiziqib ketyapman. Xatda nima bo'lishi mumkin? Kim bizga xat tashlab ketdi ekan? Qiziq, juda ham qiziq. Hech qisi yo'q, hozir ko'rib olamiz. Qancha tez ishimizni bitirsak, shuncha tez vaqtimiz paydo bo'ladi va xatni tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Qani mana bularni ham qo'yaylikchi. Yana 2 ta yer yetmay qoldi. Tushunirsan, nimaga omadim kelmayapti bugun? Hop, mayli. Avvalgi xatni ko'ra olmadim, endi esa mana bular bo'ldi. Tak, suv va ikkinchisi yo'q ekan. Mayli, hozir olib kelamiz. Mana bu qo'shni tomorqadan chopamiz suvni. Hoppa, qani. Bo'ldi. Endi esa Minecraftni mexanikalardan foydalangan holda mana bunday qilib suvni to'ldirib tashlaymiz. Yaxshi. Hammasi zo'r. Endi esa bu yerdan ochish kerak-ku. Bilmadim, mayli, suvni ham olib oldik. Endi esa buni bu yoq ekanmiz. Do'stlar, charchab qoldim. Endi esa dam olib bemalol xatni o'qisak ham bo'ladi, lekin bizga emasdir, balki bu uyning egasigadir xat. Mayli, har ehtimolga qarshi bir ko'raylikchi. Xo'sh, o'lasan, nima bu yerda so'kinish so'z tushunirsan? Kim buni yozgan bo'lishi mumkin menga va yana o'lishim ekan? Yo'q, men bunga chiday olmayman. Bu qog'ozni otib yuboraman. Mana bu ramkani ham. Bu qishloqqa umuman yashab bo'lmas ekan. Avvaliga pul yo'q, endi esa mana bu narsa. Hozir tezroq pulimni bersam bu yerdan birdaniga ketaman. Qani shuni so'rab kelaylikchi, balki pul kelgandir o'zi. Aqldan o'zish mumkin bu qishloqda. Hoy, jitel. Nima bo'ldi? Bo'ldimi pulim? Yo'q, hozircha. Bitirdingmi fermani? Bitirdim. Undan tashqari menga kimdir xat tashlab ketdi. U yerda yomon so'z yozilgandi. Nima qanaqa so'z? O'lasan, maraz degan. Yo'q, mana. Chinursun, otib yuborgandim. Yo'q, mayli, men pul kelguncha sen borib yana fermaga ekib tur. Fermaga ekay? Nima? Xo'p, mayli, buni ham qilaman. Yana pul to'laysan ustidan. Hozir tashlab ketaman keraksiz narsalarni. Xo'p, bo'la qol. Okey. Do'stlar, buni qaranglar. Yana pul bermadi menga. Tushunirsan, nima deyishni ham bilmay qoldim. Bu yana nima bo'ldi?
kimnidir boshini tashlab ketishdi, qon va qanaqadir quti nima? Yo, bu qishloqda qolishni istamayman. Tushunursan, kimni boshini chopishibdi. Ha, mayli, hozir mana bu fermani tez tugatay, pulimni bersa ham, bermasa ham pulimni olaman va bu yerdan ketaman. Farqi yo'q menga. Bersa ham beradi, bermasa ham beradi. Men bu yerdan ketmasam bo'lmaydi, do'stlar. Tak, pulimni tezroq olishim kerak. Mana bu yoqqa ekanmiz, tezroq bo'la qol. Ya, davay. Ha, yaxshi. Bular nima ekanmiz? Bo'l. Tak, yaxshi. Ajoyib. Endi bu yerdan ketsam bo'ladi. Charchab qoldim do'stlar, juda ham charchadim. Buni qaranglar, bu yerda qanaqadir qon va bosh. Qani mana bu qutini ichini ochib ko'raylik, o'zi nima bor ekan. Bu nima bo'ldi? Qanaqadir bosh, suyak va nima? Spider, o'rgimchak ko'zlari va sigirni bosh suyagi. Nima? Bosh g'oyib bo'ldimi? Tushunmadim, qayerga g'oyib bo'ldi bosh? G'alati, buni olib tashlab bo'larmikin, ha? Tak, do'stlar, buni qaranglar, olib tashlab bo'lmasa ekan. Qanaqasiga? Ha, qutisini yapti, lekin qon qolib ketdi. Tushunursan, havoda turibdi qon. Qotib qolgan shekilli. Prям havoni o'zida. Mayli. Hozir borib mana o'sha jiteldan so'raymiz, bu yerda nimalar bo'lyapti ekan. Men bunaqasiga hoy, qishloqlik. Ha, mana bunga qara. Nima? Menga kimdir jitelni boshini tashlab ketdi, lekin bosh g'oyib bo'ldi, ammo u yerda qutini ham sindirib qo'ydim. Nimalar bo'lyapti o'zi, aqldan ozdingmi? Xullas, kimdir menga quti tashlab ketdi. Yonida jitelni boshi yotgan edi va qon. Bilmadim. Xullas, bu yerda juda ham yomon ishlar bo'lgan. Buni bilib bo'ldim va mana hozir tak, hamma narsani tashlayman deb bu yerdan ketaman. Xo'sh, bu meniki emas, yana nimalar bor edi? Tak, instrumentlar, podvalda esa yana ozgina tosh. Tak, stop. Mana bu. Nima? Mana bu meniki emas. Nima bu? Sham. Ha. Nima qilaman? Bu yerda kimlar bor? Kimdir bormi? Yorug'lik chiqib turibdi. Qani? Sham. Meni topdingmi? Topdim. Tushunursan. Nima bo'ldi? Ko'zimga nimalar ko'rindi? Bu sham la'natlanganga o'xshayapti. Nima? Ha, bo'ldi. Shamingga ham, pulingga ham boshingdan qolsin. Men bu yerdan ketdim. Tushundingmi? Menga hech narsa kerak emas. Hop, bo'ldi. La'natlangan u ham, sham ham, hammasi o'zingga. Men bu yerdan ketaman. Bu yerda yomon ishlar bo'lyapti. Men ham aytdim-ku. Aha, bo'ldi do'stlar, bu yerdan ketmasak bo'lmaydi. Bu yerdan ketishimiz kerak. Ha, qani. Yaxshi. Tak. Stop. Bu yer menimcha yopiq edi. Do'stlar, meni esimda bu yer yopiq turgandi. Nimaga ochilib qoldi ekan? Qani tushib ko'raylik-chi nima bo'lyapti ekan. Tak. Hech kim yo'q. Qiziq. Shunaqa gaplar. Biz butun oilamiz bilan odamxo'rlarmiz va seni yeb qo'yamiz. Shunaqa degan. Ha, tushunursan. Bo'ldi, pastga tush, pastga. Nima? Mana temir eshiklarni ko'ryapsanmi? Ana shu yerga kirasan. Ha, aka. Ha, men keldim. Kel. Bu kim bo'ldi? Bu men ukam. Men hozir kelaman. Narsalarni qutining ichiga solib qo'y. Xo'p, mana hammasini. Aha. Tak, do'stlar, hozir buni olamiz. Hey, to'xta, qaytar. Nima? Telefon. Men ko'rdim, qaytar joyiga hammasini. Tez. Bo'pti, mana. Endi esa akamni kot. Xo'p, bo'pti, lekin bunday qilishingiz yaxshi emas. Bor. Siz kimsiz? Men politsiyachiman. Tushunarli. Bu yerda qanchadan berasiz? Anchadan beri. Endi esa ichkariga kir, bo'la qol. Xo'p, yopilib qoldi. O't bu yoqqa. Bo'ldi, endi kir. Bo'pti. Ana shu yerda tursin. Oka, chiqib ketmasin, ha. Hop, chiqib ketmaydi. Tushunursan, endi nima qilamiz? Seni qo'yib bormayman. Siz bu yerda anchadan beri o'tiribsizmi? Ha, anchadan beri dedim-ku. Qo'lingiz nima qildi? Sindirmoqchi edim, bloklarni dabdurlarni chiqarishdi. Aytgancha bloklarni sindirish mumkin. Hoy, senga nima deyapman? Qo'limga bir qara. Nima? Qo'limni kesib tashlashdi. Ha. Tushunursan. Qimirlay olmasligim uchun terisini g'avozir olma, o'lmayman. Tushunursan, mayli. Ozgina yotganim ma'qul. Omad uxlab qolish uchun. Hey, o'rningdan tur. Turdim, endigina ko'zim ilingandi. Bu yerda uxlash mumkin emas. Nimaga kravatlar unda? Shunchaki. Tushunursan. Birorni o'ylab topmasak bo'lmaydi. Ishonaver, men ham narsa olib ko'rganman. Bu xona qanaqa ekan? Oppa, bu yerda hojatxona. Buni olishning iloji bormikin, qurol qilib ishlatishga? Tak. Qani harakat qilib ko'rish kerak. Hozir olaman. Qani? Ha, ilinib turibdi. Olishimiz mumkin va qandaydir qilib bularni ichkariga chaqirishimiz kerak. Yoki mana bakasini, ukasi edi menimcha. Ha. Va boshiga ursam bo'ladi. Ha, olinar ekan. Tak. Hozir shurda tursin. Tushunursan. Men ichkariga qandaydir qilib chaqirishimiz kerak. Qo'lim og'riyapti desangiz kirarmikin, ha? Nima qilmoqchisan? Rejam bor, qochamiz bu yerdan. Ishonching komilmi? Ha, chaqiring. Men hozir ichkariga kiraman, xo'pmi? Xo'p. Men hojatga. Bo'ldi endi politsiyachiga omad.
Tak. Ay, qo'lim. Nima bo'ldi? Yaram og'rishni boshladi. Hozir ko'rib qo'yaman. Yana o'lib qolma vaqtidan avval. Xo'sh, qani sen nimaga chiqding? Bo'ldim. Bo'pti. Qani ko'rsatchi. Mana. Nima qila? Bo'ldi. Bunchalik oson bo'ladi deb o'ylamagandim. Men ham. Tak, bu yerdan ketishimiz kerak endi. Kalitchi. Kalit Rossinim. Hozir qani shu cho'ntaklarni ko'raychi, tak. Qani, opa, topdim. Davay, och. Kalit yo'q bo'ldi. Endi nima qilamiz? Bo'lmasam, tushunursin. Kalit shunchaki qo'yib bo'ldi. Demak, fake kalit bo'lgan. Bizni uzoqqa tushirishdi 2 martalab. Endi nima bo'ladi? Endi tinch o'lim topmasligimiz aniq. Bizni qiynab o'ldirishadi. Yo-mayo. Do'stlar, videoning ikkinchi qismi chiqishini istasangiz, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar, chunki ikkinchi qism bundan ham qiziq bo'lishi aniq.